Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi geometriya darsida sizlar bilan 0 gradusdan 180 gradusgacha bo'lgan burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangenslari to'g'risida gaplashamiz. Marhamat. Burchak sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi. To'g'ri burchakli A, B, S uchburchakda burchak S 90 gradus bo'lsin. Ma'lumki unda A o'tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi birinchi rasmdagidek aniqlanar edi. Endi 0 gradusdan 180 gradusgacha bo'lgan burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangenisini aniqlaymiz. Mana rasmda ko'rinib turgandek sinus alfa barobar BS, BS taqsim AB, kosinus alfamiz teng bo'ladi AC taqsim AB, ya'ni tangens alfamiz teng bo'ladi BS taqsim AC ga. Kotangens alfamiz esa shuni teskarisi AC taqsim BS ga teng bo'lar ekan. Demak, radiusi birlik kesmaga teng markaziy koordinatalar boshida bo'lgan yarim aylanalar qaraylik. Ya'ni ekranlaringizda ko'rinib turgan ikkinchi rasm aylanani M, X, Y nuqtada kesuvchi opi nurni o'tkazaylik. Mana bu nurning OX nuri bilan hosil qilgan burchakni alfa bilan belgilaymiz. Mana alfa bilan belgilab oldik. Opi nuqtaning OX nur bilan ustma-ust tushgan holdagi burchakni 0 gradusli burchak sifatida qabul qilamiz. Ma'lumki alfa o'tkir burchak bo'lganda bu burchakning sinusi, kosinusi va tangensi va kotangensi to'g'ri burchakli ODM uchburchakdan, ya'ni sinus alfamiz teng bo'ladi DM taqsim MO ga, kosinus alfamiz teng bo'ladi OD taqsim MO ga. Tangens alfamiz esa DM taqsim OD ga teng bo'lar ekan. Kotangenisimiz esa OD taqsim DM ga teng bo'ladi. Ushbu tengliklar yordamida aniqlashimiz mumkin. Demak, agar MO barobar 1, DM barobar Y, OD barobar X ekanligini hisobga olsak, bu yerda sinus alfamizni Y deb olamiz, kosinus alfamizni esa X deb olamiz, tangens alfamizni esa Y taqsim X, kotangens alfamizni esa X taqsim Y deb olamiz. Va bu ushbu tengliklarga ega bo'lamiz. Mana umumiy holda 0 gradusdan 180 gradusgacha bo'lgan burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi ham esingizda bo'lsa birda belgilab qo'ygandik, birinchi formula orqali aniqlaymiz. Mana ikkinchi B rasmda OMD uchburchakda OD kvadrat plus DM kvadrat barobar MO kvadratga teng. Ya'ni bu yerda Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Yoki buni o'rnlariga x, y'larni deb belgilagan edik. Shuni qo'yib ko'rsak, x kvadrat plus y kvadrat barobar 1 ga teng bo'ladi. Sinus alfamiz barobar y va kosinus alfamiz x ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, bu yerda istalgan alfa uchun 0 gradusdan katta yoki teng alfa, kichik yoki teng 180 gradus, ya'ni 0 dan 180 gradusgacha bo'lgan oraliklar uchun sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa barobar 1. Ushbu formulaga ega bo'lamiz. Bu asosiy trigonometrik ayniyatni hosil qilgan bo'lamiz. Ekraningizda ko'rinib turgan ushbu ifodaga trigonometrik ayniyatlar deyiladi. Ta'rifga ko'ra, tangens alfa barobar y taqsim x, kotangens alfa barobar x taqsim y. Bu yerdan x va y'larni topib olsak, demak x'imiz barobar kosinus alfa, y'imiz barobar sinus alfa bo'lganligi uchun ushbu ekranlaringizda ko'rinib turgan ifodaga kelamiz. Ya'ni tangens alfa barobar y taqsim x edi, y o'rniga sinus alfa, x o'rniga kosinus alfani qo'yib, tangens alfa barobar sinus alfa taqsim kosinus alfa ko'rinishga ega bo'lamiz. Kotangens alfa
barobar bo'ladi. Katanginus alfamiz x taqsim y edi. Bu yerda ham x ni o'rniga kosinus alfani, y ni o'rniga sinus alfani qo'yib, katanginus alfa barobar kosinus alfa taqsim sinus alfa ifodaga ega bo'lamiz. Bu yerda alfamiz 0 dan farqli hamda 180 gradusdan farqli bo'ladi. Endi ikkalasini ko'paytmasi, ya'ni tangens alfa va kosinus alfalarni ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan ayniyatga ega bo'lamiz. Ma'lumki, tangens alfa va kosinus alfalarni ko'paytirganimizda, ya'ni sinus alfa taqsim kosinus alfa ko'paygan, kosinus alfa sinus alfa bo'lganda bular kosinuslar o'zaro qisqarib, sinuslar ham o'zaro qisqarib birni hosil qiladi. Demak, bu yerda tangens alfa ko'paygan katangens alfa barobar 1 ga teng ekanligini ko'rish mumkin. Bu yerda alfa 0 ga 190 gradus hamda 180 gradusga teng emasligini ko'rsatib o'tganmiz. Demak, ikkinchi tenglikdan har ikki qismini oldin kosinus kvadrat alfaga, keyin sinus kvadrat alfaga bo'lib quyidagi ifodaga ega bo'lamiz. Ya'ni 1 plus tangens kvadrat alfa barobar 1 taqsim kosinus kvadrat alfa ko'rinishga ega bo'lamiz. Bu yerda ham alfamiz 90 gradusdan farq qiladi. Ya'ni quyidagi ayniyatni hosil qildik. Demak, keyingi ifodamiz 1 plus katangens kvadrat alfa barobar bo'ladi 1 taqsim sinus kvadrat alfaga. Yuqoridagi tengliklar asosida har bir alfa 0 gradusdan 180 gradusgacha bo'lgan oralikda burchakka bu burchak sinusining kosinusi, tangens va katangensi bitta qiymati mos qo'yilyapti. Bu mosliklar burchakning sinus, kosinus, tangens va katangens deb nomlanuvchi funksiyalarini aniqlaydi. Ular trigonometrik funksiyalar deb ataladi. Trigonometriya so'zi yunoncha uchburchakni yechish degan ma'noni anglatadi. Har qanday o'tkir alfa burchak uchun sinus 90 gradus minus alfa barobar kosinus alfaga teng. Kosinus 90 minus alfamiz barobar bo'ladi sinus alfa ko'rinishga ega bo'lamiz. Demak, har qanday alfa 0 gradusdan 180 gradus oralikda yotgan burchak uchun sinus 180 gradus minus alfa barobar sinus alfaga, kosinus 180 gradus minus alfa esa minus kosinus alfaga teng. Ikkinchi va uchinchi formulalarga keltirish formulari deyiladi. Endi 25-paragrafning birinchi mashqini ishlab ko'raylik. Agar 90 gradus kichik alfa kichik 180 gradus bo'lsa, sinus alfa qiymatlarini ishorasini aniqlang. Mana ekranlaringizda ko'rinib turibdi. Birlik aylana chizib oldik. Demak, sinus alfa barobar y ekanligidan foydalanib, ya'ni 90 gradus kichik alfa kichik 180 oraliq uchun sinus alfaning ishorasi musbat, ya'ni sinus alfamiz 0 dan katta. Ya'ni ko'rib turganingizdek, x'lar o'qidan yuqorisi musbat qiymatlar, x'lar o'qidan quyi qismida esa manfiy ishoralarni qabul qiladi. Mana agar 90 gradus kichik alfa kichik 180 gradus bo'lganda kosinus alfani qiymatlarini ishorasini aniqlaymiz. Ya'ni bu yerda kosinus alfamiz teng x ekanligidan foydalanib, mana bu birlik aylana chizib oldik. Demak, bu yerda y o'qidan o'ng tomonda yotgan qismlari musbat, chap tarafda yotganlari mana manfiy. Demak, alfamiz 90 gradus va 180 gradus oraliklar uchun kosinus alfaning ishorasi manfiy, ya'ni kosinus 0 dan kichik ekanligi ko'rinib turibdi. Endi tangens alfani ishoralarini bir aniqlaylik. Demak, alfamiz 90 gradus va 180 gradus oralig'ida bo'lganda tangens alfani qiymatlari ishorasi qanday bo'ladi? Demak, tangens alfamiz biza yuqorida aytib o'tdik, tangens alfa barobar y taqsim x deb belgilaganimiz uchun tangens alfaning ishoralari quyidagicha bo'ladi. Demak, tangens alfamiz uchun birinchi chorakda musbat, ikkinchi chorakda manfiy, uchinchi chorakda ham musbat,
4-chorakda esa manfiy ishoralarni qabul qiladi. Demak, alfamiz 90 gradus va 180 gradus oraliqdagi burchak uchun tangens alfaning ishorasi manfiy bo'ladi, ya'ni tangens alfamiz 0 dan kichik. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu 360 gradusli aylana uchun belgilangan va tangenimiz bu yerda 0 dan kichik, ya'ni manfiy ishorani qabul qilar ekan. Endi kotangens alfa uchun qiymatlarning ishorasini aniqlaylik. Kotangens alfa barobar x taqsim y bo'lganligi uchun kotangens alfaning ishoralari quyidagicha bo'ladi. Demak, kotangens alfada ham ishoralar 1 va 3-chorakda musbat, 2 va 4-choraklarda manfiy ishora. Demak, 90 gradus va 180 gradus oralig'ida bo'lganda kotangens alfa 0 dan kichik bo'ladi. Ya'ni bu yerda ishorasi manfiy ishorani qabul qiladi. Endi 5-mashq soddalashtiring. Kosinus kvadrat qavchida 180 gradus minus alfa plus kosinus kvadrat qavchida 90 gradus minus alfani soddalashtirishimiz kerak. Bu yerda keltirish formulalaridan foydalanamiz. Kosinus kvadrat 180 minus alfa plus kosinus kvadrat 90 minus alfa barobar bo'ladi. Mana bu yerda kosinus 180 minus alfa bo'lganligi uchun minus kosinus alfa bo'lardi va buni kvadrati. Kosinus 90 minus alfada sinus alfani berardi. Endi bu yerda kosinus kvadrat bo'lganligi uchun sinus kvadrat bo'ladi. Demak, bularni kvadratga ko'tarib yuborsak, minus kosinus alfani kvadrati kosinus kvadrat alfa, sinus alfani kvadrati sinus kvadrat alfa. Bularning yig'indisi birga teng. Yuqorida aytib o'tgan edik, ayniyatni hosil qilgan edik. Kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfamiz birga teng edi. Navbatdagi sinus kvadrat 180 minus alfa plus sinus kvadrat 90 minus alfamiz soddalashtiraylik. Sinus kvadrat alfa 180 gradus minus alfa plus sinus kvadrat 90 gradus minus alfamiz teng bo'ladi. Bu yerdan ham keltirish formulalaridan foydalanamiz. Sinus 180 gradus minus alfamiz sinus alfani berar edi. Sinus 90 gradus minus alfamiz esa kosinus alfani berar edi. Bu yerda kvadratlar bo'lganligi uchun sinus kvadrat alfa qo'shuv kosinus kvadrat alfa. Bularning ham yig'indisi birga teng. Navbatdagi tangens alfa ko'paygan tangens 90 gradus minus alfa ifodani soddalashtiraylik. Mana tangens alfa va ko'paygan tangens 90 gradus minus alfani ham keltirish formulalari yordamida soddalashtiramiz. Tangens alfani o'zi tangens 90 gradus minus alfamiz keltirish formulasiga ko'ra kotangens alfaga teng edi. Tangens alfa ko'paygan kotangens alfani biz 1 ga tengligini bilamiz. Demak, javobimiz 1. Navbatdagi mashqimiz kotangens alfa ko'paygan kotangens 90 gradus minus alfa. Ushbu ifodani soddalashtiraylik. Mana bu kotangens 90 gradus minus alfani ham keltirish formulasidan foydalanib, birinchi kotangens alfani o'zini yozib olamiz. Ko'paygan kotangens 90 gradus minus alfani keltirish formulasiga ko'ra uni tangens alfaga teng ekanligini bilamiz. Demak, kotangens alfa ko'paygan tangens alfa ham ayniyatlarimizga mos holda uning qiymatlari 1 ga teng. 6-mashq. ABC uchburchakda burchak ABC uchburchakda burchak A 150 gradus va AC tomon 7 cm bo'lsa, uchburchakning S uchidan tushirilgan balandlikni toping. Demak, mana S uchidan balandlik tushirdik. Mana S da balandlik tushirdik. Bu yerda S da, ya'ni H ni balandlikni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, A burchagi uchun sinus A da DS taqsim AC bo'ladi. Bundan kelib chiqadi. Demak, A burchagimiz 150 gradusga teng bo'lganligi uchun, demak, sinus DS'imiz H deb belgilaganmiz. Demak, AC tomonimiz 7 cm ga teng. Demak, sinus 150 gradus barobar H taqsim 7 ga.
bunday kelib chiqadi. Demak, 150 gradusimizni biz quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Ya'ni keltirish formulalaridan foydalanish uchun sinus 180 gradus minus 30 gradus barobar h taqsim 7. Bu yerda ham keltirish formulalaridan foydalanib sinus 180 gradus minus alfamiz sinus alfaga tengligidan foydalanadi. Demak, sinus 180 gradus minus 30 gradusimiz teng bo'lar ekan sinus 30 gradusga. Sinus 30 gradusimiz barobar h taqsim 7. Bu yerdan balandlikni topib olsak, demak, sinus 30 gradusga 1 taqsim 2 ga teng barobar h taqsim 7. Bu yerdan balandligini topadigan bo'lsak, mana balandligimiz 3,5 ga teng ekan. Demak, sizlar uchun mustaqil bajaradigan quyidagi topshiriq beriladi. Darslikning 77-sahifasidagi 25/7, 25/8 hamda 25/9 masalalarni mustaqil bajarishingiz kerak bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi mavzu sizlar uchun tushunarli bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.